Hammaga salom. Bugun sizlar bilan bir kunlik vlog olamiz. Bugun biz sayohatga chiqib ketyapmiz. Shuning uchun sizlar bilan video ulashib turaman. Sizlar ham aktiv bo'linglar. Bizlar muzeyga kirdik. Muzey juda ham chiroyli ekan. Kelishda tavsiya qilib qolaman. Bu kitob juda ham mashhur deb eshitdim. Har xil tillarda yozilgan. Koreys, rus, arab, o'zbek juda ham zo'r joylar ekan. Yana ko'proq videolar joylab turaman. Bu yerda kitoblar tepada sochilib turibdi. Juda ham qiziqarli ko'rindi. Bu yerda Al-Buxoriyning Registonda yozuvlar ko'rsatilgan va Registon Al-Buxoriyni kichkina qilib ko'rsatilgan, ya'ni plastmassa narsalardan qilingan. Bu yerda katta ekranda Shavkat Mirziyoyevimiz bizning prezident qo'yilgan ekan. Katta ekran juda ham chiroyli ko'rindi va har xil qadimiy narsalar ko'rinilgan. Muzeydan chiqib oldik. Ko'p video ololmadim chunki ko'p joylarni olish mumkin emas ekan. O'zi ketishib qolgandi, oy ham chiqib qoldi, kechqurun. Juda chiroyli ko'rindi. Bu videolar ham ko'rinadi bu videoda. Va biz muzeydan chiqib oldik. Biroz masjidda o'tirib keyin chiqsak, shunaqa chiroyli bo'lib ketibdi Al-Buxoriy. Ko'rsalaringiz bo'ladi shu yerdan. Keyin uydagilar bilan biroz aylanib City'ga bordik. City'ni ham videosi bor. Rasm videolarga tushdik. Unda o'zim tushgan emaslarga ko'rsata olmayman. Mana ko'chadagi atmosfera juda ham chiroyli. Al-Buxoriydan uzoqlashyapmiz. Seni sog'inib qolaman. Yana kelarmiz biron kun nasib qilsa. Endi esa City'ga yo'l olamiz.